3 xonadan tashqari o'zini bolalar maydonchasi ham mavjud bo'lgan 3 xonali 87 metr kvadrat maydonda o'lchangan kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Taxtako'prik Baraka oshxonasining tepasida 4-qavatda joylashgan Zaytun magazinining ro'parasidagi Novostroy domimizga to'g'ri keladi. Ushbu Novostroy domimiz o'zi 6 qavatli hisoblanadi. Eshikdan kirganimizda oyoq kiyim qo'yish uchun alohida shkafi, kiyish uchun prixoshka mebeli va mana bu yerda sanuzulimiz planirovka qilingan. Sanuzulimizga ham e'tibor berib qo'ysangiz kerak. Hamma narsani yaxshisini, sifatlisini ishlatishibdi. Keyin ko'radigan qismimiz bu uyimiz oshxonasi. Oshxonamizda klarkamiz, konseyner ko'zimiz tushadi. To'liqligicha video texnikalar o'rnatib qo'yishgan ekan. LG brendiga tegishli kir yuvish mashinasi hamda alohida xolodilniklari ham bor. Ovqatlanib o'tirish uchun o'zini mebellari ham mavjud ekan. Qisqa qilib aytganda, uyimizda hamma narsasi qoladi, tayyor, kiyimlaringiz bilan kirib yashayveradigan holatda. Domofon ham o'rnatib qo'yishgan. Ushbu xonadonimizga to'liq pul qilingan, kamiga xonalarga batareya uchun joy qoldirib ham ketishgan ekan. Bu esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini jihozlari hamda televizorlarga ega. Bular ham aytib o'tgandek o'z o'rnida qoladi. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu mehmonxona. Mehmonxonamiz keng, yorug'. Bu tomonimizda konseyner o'rnatib qo'yilgan yumshoq mebellar ham, stenkalari ham bor. Kamiga 2 kishi maza qilib suhbatlashib o'tirish uchun alohida mebellar ham mavjud ekan. Xonadonimizning so'nggi xonasiga o'tamiz. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamizni ham lekin zo'r ta'mirlab qo'yishdi. Shkaflar ham yetarli darajada. Yana bitta karavot bemalol sig'adi. Ikkita farzand uchun ideal variantda. Ushbu xonadonimizda hamma hujjatlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, 66.500 dollar, yana oz-moz o'tib beradigan joyi ham bor. Egalarning telefon nomeri videoni pastda. Kommunal tarmoqlardan muammo yo'q.